Kofe zararmi? Keling, buni ko'rib chiqamiz. Kofe tarkibidagi kofein markaziy asab tizimini stimulyatsiya qilib, noodatiy o'ylashga yordam beradi. Kofe metabolizmni tezlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kofe odam organizmida 3% dan 11% gacha metabolizm tezlashtirishga yordam beradi va metabolizm tezlashishi organizm yangilanishiga va sizda keraksiz bo'lgan yog'larni erishiga yordam beradi. Kofedagi antioksidantlar meva va sabzavotlardan ham yuqori turadi. Antioksidantlar tanani erkin radikallardan himoya qiladi va yallig'lanishlarni oldini oladi. Kofe jigar kasalliklarini oldini oladi. Ya'ni sirroz va gepatoz. Tadqiqotlar shuni aytib turibdiki, kofe ichib yuradigan odamlarning orasida diabet xavfi 23% dan 50% gacha